bayramimizda ochilish marosimi oldidan hoji bobomizga mikrofonni ulashamiz. Bir Qur'on tilovat bilan mana shu musobaqamizni boshlab olamiz. Undan keyin davom etib ketaveradi. Marhamat, hoji bobo. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vassalamu ala rasulillah. Qishloqlar, birodarlar, mana shu butun O'zbekiston miqyosida prezidentimiz mana shu sport tadbirlarini o'tkazish uchun qancha maktablarda mana shu sport zallari qurdi. Qanchalik buni turi nihoyatda ko'p. Mana shu turlar bo'yicha O'zbekiston chempionatlari o'tyapti. Butun yer yuzida qatnashyapti sportchilarimiz. Mana shular jumlasidan bittasi mana bu futbol musobaqasini albatta mana shu yerda bir stadion tashkil qilib qishlog'imiz ahli endi mana shu ham qishloqlarimizni vaqtdan tullidan to Xizilakacha bo'lgan qishloqlarni taklif qilgan albatta bu yerga. Birodarlar, endi bu stadionning ochilishi, birinchi o'yinni boshlanishi uchun endi mana shu o'yingohni bir xayrli bo'lib, doimo bir yaxshilik bilan o'yinni boshlanib tugashligi uchun mana shu har bir payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlarki, mana shu albatta ko'pchilik yig'ilgan joy bir majlisda birodarlar. Ko'pchilikda albatta duosi debdi Allohning dargohida qabul degan ekanlar. Albatta shu xayrli ishni boshlashda Qur'on tilovati bilan va tugatishda Qur'on tilovati bilan bo'lsa, mana shu manfaatli bo'ladi, xayrli bardavom bo'ladi degan ekanlar. Shu tufaylidan birodarlar, albatta quloq solib turasizlar. Allohning kalomidan bir Qur'on o'qiymiz. Endi albatta bu sportni boshqa joylarda endi bunday inov bilan boshlamasa ham, albatta o'zimizni bir mentalitimiz, o'zimizni bir dinimizni bir bo'laksdan bir Qur'on o'qiymiz. Bularning haqqiga bir yaxshi duo qilamiz. Albatta hech birlari bir shikastlanmasin. Doimo mana shu sog' salomat bo'lib yursin. O'yinni bir yaxshi bir holatda o'tkazishligi uchun mana hammamiz keyin bir duo qilamiz.